bugun tibbiyotdagi eng katta muammolardan biri bu giperdiagnostika. Ya'ni odamlarda umuman kimlik ahamiyati bo'lmagan belgilarni ham, holatlarni ham tashxislash va uni davolashdir. Texnologiyalar asridamiz. Kompyuter tomografiya, MRT va laboratoriya tekshiruvlar juda ham rivojlanib ketdi. Va mana shunga xos tarzda esa juda ham mayda o'zgarishlar, mayda belgilar, umuman ahamiyatga ega bo'lmagan holatlar ham aniqlanmoqda. Masalan, MRT, bel sohasini MRT qilganimizda chiqadigan juda ham kichik churralar yoki bosh miyani MRT qilganimizda chiqadigan kichik o'zgarishlar, kichik o'choqlar yoki qalqonsimon bezdagi juda ham kichik bo'lgan nuqson tugunlar. Bular hali umuman kimlik ahamiyatga ega emas, lekin shuni ham ba'zan kasallik deb topib davolash holatlari juda ham ko'p uchramoqda. Muammo shundaki, biz analizni emas, bemorni davolashni unutib qo'yapmiz. Har bir topilma bu tashxis emas. Har bir tashxisni esa faqat dori-darmon bilan davolash shart emas. Giperdiagnostika odamni qo'rquvga soladi. Ba'zida keraksiz dori-darmon, keraksiz muolajalar, keraksiz operatsiyalargacha olib borishi mumkindir. Eng yomoni esa bu giperdiagnostika tufayli odam o'zini psixologik holatini yomonlashtirib qo'yadi. Ya'ni men kasalman, menda shunaqangi narsalar bor, menda shunaqangi o'zgarishlar bor degan xulosaga kelib qoladi. Bu juda ham og'ir holat hisoblanadi. Evidence based, ya'ni isbotlangan tibbiyotning asosiy prinsipi shuki, tekshiruv natijasini emas, klinikani davolash kerak. Ya'ni bemorda bo'ladigan shikoyatlarni, holatini davolash kerakdir. Shifokorning kuchi faqatgina kasallikni topish emas, balki o'sha kasallikni topgandan so'ng qachon davolash kerak, qachon davolash kerak emasligini hal qilishda, ya'ni o'shani farqlab olishdadir. Yaxshi shifokor bu faqatgina dori-darmon yoki analiz yozadigan shifokor emas. Yaxshi shifokor bu keraklisini kerakli vaqtda yozadigan shifokordir. Bu mening fikrim.